Bugun biz Robloxda mana shu qo'rqinchli maxluqdan qochishimiz kerak bo'lar ekan. Qani unda bo'lsak boshladik. O'g'lim tayyormisiz? Govna, ketdi bo'lla, ketdi. Nima menga sovg'a berib turibdi bu qo'limga? Nima sababdan sovg'a berib turibsa, yaramas. Hey, yur. E. Ye. Xo'sh. No. Hey, jinni. Yur oldinga. Oğlum o'tib ketdi bola bizdan. Biz orqaga qolib ketdik, qaranglar. Yordam beringlar. Biz orqaga qolib ketdik-ku. Bola tezroq kelinglar, qolib ketamiz. Och. Men qolib ketdim orqada. Meni kutishmadi, jalla, men qolib ketdim bola. Voy, bola biz ushlab oldi-yu bu. Yomon ushlab oldi bu bola bizni. Ketdik bola, tezroq qochamiz, tezroq. Olma pishganda keling, dagina tushgandagi. Olma pishganda keling. Qana yo bola, ketdik. Olamdan o'tib ketdik bola. Ha. Bola biz olamdan o'tib ketdik. Alles. Ketdik bola tezroq. Biz oldinda. Oppa. Ketdi bola. Qana ketdik. Olamdan o'tib ketdik. Olim qani, olim qani. Voy. Voy bola. Nima bunaqa bo'lyapti bu? Biz oldinda o'tib ketdik bola. Olim qolib ketdi. Yozib qoldiringlar bola. Keyingi videolarimizda qaysi o'yinni o'ynab video qilaylik. Sizlar podpishka bo'lib, like bosib, kommentariyada o'yinlarni yozib, fikrlarni qoldirib ketsanglar, biz har xil videolar chiqarib xursand qilib turamiz sizlarni. Voy. Jallod oxirga borgandim ha. Rozi emasman bu ishingga seni. Yaramasdi. Rozi emasman bu ishingga. Yaramas. Bola. Biz qochdik bola, qochdik. Mana bu yoqda maxluq bor ekan. Bizni qo'yapti. Qochdik bola. Maxluqdan qanday qochsa bo'lar ekan, ha? Odam qo'yib yubordi-yu bola bu. Nima bundan qochmayapti? Nima deb o'ylaysizlar? Qanday qochsa bo'ladi bundan? Maxluq. Maxluqdan qochdik. Biz maxluqdan qochdik bola. Olam orqada qolib ketdi. Endi qancha vaqt yetib oladi? Hozir ko'ramiz. Go bola. Fikrlarni kommentariyada yozib ketinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Yaramas, bay bo'lib qoldi bu bola. Men tushirib yubordi. Nima deb o'ylaysizlar? Bola, keyingi safar qaysi o'yinni o'ynaylik? Qaysi bir obunachimizning kommentariyasini o'qib qolsak, shunga qarab o'ynab video qilamiz keyingi safar. Qani bo'lmasam biz oldindan ketdik bola, ketdi. Flashni ber, flashchamiz. Oppa. Bum. Bola biz oldinamiz, flashni ichib oldik. Flashimiz nima energiya tekkan bu? Flashmi, gorillami? Qanaqa nima ichimlik? Ha? Bo'lmaydi, Red Bull bo'lsa bu. Ketdi bola, Biz oldindan. Necha foiz bo'ldi olim? Nechi? Mana 46-yu. Bola tezroq.
Men seni ko'ryapman. Shunaqa yugurib ketyapman. Bola biza O'rtadan sakrab turib ketib qoldim. biza oldin bola biza oldinda qolib ketdi olim orqaga. Olim ketdi shu bilan endi o'yinni oxiriga yetib keladi. Ha olim? E ilib qoldik-ku bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Bizda yaxshi personaj bo'lmasligi mumkin, to'g'ri. Lekin o'yinimiz yaxshi. Bolalar, videomizga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Tezroq 1000 ta obunachi qilaylik, endi podishka qilinglar. Ha. Chiqdim-ku. Osongina. Tomda edi-ku chiqadigan joy. Tepada. Ha, chiqsa bo'ladi-ku. Bola ko'ryapsizlarmi? Olib qolib ketdi orqaga. Biza o'zi maraga yetib keldik bolalar. Xo'sh. Olma pishganda galing, daginan tishganda galing. Hoppa, 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 hoppa. Biza bolalar o'zi biza oldinda jalla. No, 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 no. Olam qolib ketdi. Biza qayerga kelmadik. Nechi foiz? 12%? Serios. Hozir 12% dedingiz-ki? 12%. Ha. Yo-mayo. Bolalar, olim orqadan qolib ketdi-yu. Biza ketdik, biza oldinda. Kim birinchi marraga yetib borar ekan? Birinchi bo'lganga shart bilan o'ynaymizmi? Kim yutgan kishi qolgan kishiga shart bajartiradi. Shart beramiz. Bo'lar, nima shart beramiz? Kommentariyada yozinglar-chi. Nima shart beramiz? Yozinglar. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Endigina biz 11 ming ta obunachi bo'ldik. 11 ta obunachi bo'ldik, bo'lar. 11 ta adashib ketdim. Endigina 11 ta obunachi bo'ldim. Mana obunachilarimning 99.99% obuna bo'lishmasdan ko'rishyapti ekan. Har bitta videomiz 1000 dan kam prosmotr olmayapti. Nimaga obuna bo'lmaysizlar bolalar? Obuna bo'lib ketinglar. Podishka qilinglar sizlar. Men ham podishka qilaman, bolalar. Bunday emas-da. Podishka qilinglar bari. Keyingi safar niklaringizni nimaga yozib qo'yinglar, kommentariyada yozinglar. Niklarni kommentariyada yozinglar. Birma-bir niklarni ko'rib chiqib, durustga tashlab, o'ynaymiz birga. Obunachilar bilan birgalikda video olamiz. He. Damingni olib kelib bratishga yuzingizga biz oldimizga kelib olsammi? Damingni ol. Maza ham qochirib qo'yamasan bratishkani. Qayerga chiqishimiz kerak ekan? Qayerga chiqishimiz kerak ekan biza? Maza ham qochirib qo'yamasan bolani, bor-ku, o'zi qarab turgin. Boray. Bola. Yo. Hoppa, hop. Nima deysizlar mana shu yerdan oxirigacha o'lmasdan o'tib olamizmi yo'qmi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar va bizni kanalning nomi Oybek Roblox bo'ladi. Voy. Omad ishlab qo'ydik-ku, bo'la, dahshat. Necha foiz bo'ldi olim? Hozir mana bu maxluq bilan kurashishimiz kerak bo'ladi. Kimsan sen? Kimsan sen? Nima san isming? Nima? Bratishka.
Nima? Yetib boradi. Pastdagidan bosish kerak, pastga ikkita bor. Ya bosilmaganda option 3 ta bosiladi. Qaysi qolgan? Pastga, ikkita pastga bor-ku. Hay, buchi oldinda kichi? Yo, mana buchi, ash. Yoping. Qanaqasiga yetmaydi? Maymuncha oldiga kirib qoldim, men yaramas. Xo'sh bola, o'tib ketamizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Ketdik. Biz endi maxluq bilan kurashamiz bolalar. Bolalar, biz maxluq bilan kurashamiz, qochish kerak. Bolalar, tezroq o'ldirib bitirib bizni. Ye. Bug bo'lib qoldimi? Nima bo'lib qoldi? Internet ishlamay qolibdi-ku o'zi. Bosdik bolalar, gaz bosamiz. Nima burilmayapti roli buni? Ketdi bolalar. Ma. Biz yutdikmi oğlum? Oğlumga hozir shart beramiz bolalar, oğlumga shart beramiz. Yozib ketinglar, nima shart beraylik? Ha oğlum? Shart beramiz hozir oğlumga. Yoki kommentariyada bolalar yozib qolsa shundan topib olamiz, ha? Ha. Bolalar kommentariyada yozib qoldirishsin. Shulardan birortasini tanlab olib, olimga shart beramiz bolalar. Shart yozinglar. Kommentariyada o'zingizlarning sharhinglarni yozinglar. Qaysi yaxshi? Bak bo'lib qoldi. Qaysi biri joshki shart bo'lsa, shunga qarab olimga josh qiyindan beringlar, qiyindan olimga. Eng qiyindan olimga shart beringlar, eng qiyindan ayab o'tirish kerak emas. Xo'sh, biza keldik-ku. Xo'sh. Bola mana biz 13 daqiqa deganda marraga yetib kelamiz va nihoyat. Nima deb o'ylaysizlar? Men yetib keldim oğlum. Öyle 13 dakikada bölüp bana. Bola. Shu bilan bugungi videomiz o'z oxiriga yetdi.
Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr yoki chao. Charchamanglar bolalar. Albatta bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Videomizga bir dona like bosinglar va kommentariyada olimga shart beringlar va o'z fikrlarini yozib qoldirib ketinglar va kim bilan o'ynashimiz, qaysi zonada o'ynashimiz, polni yozib ketinglar kommentariyada. Niklaringizni ham yozib ketinglar, birga o'ynab video qilamiz xudo xolasa. Charchamanglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.